Salom aziz avtomobil ishqibozlari, bugun sizlar bilan yana bir marotaba avtomobil olamining eng zamonaviy, eng chiroyli va eng aqlli yo'lboshchisi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'ling, chunki bugun sahnada porlayotgan yulduz. 2025 yilgi Hyundai Elantra Avante. Bu mashina shunchaki avtomobil emas, bu zamonaviylikning, nafislikning va texnologiyaning mukammal uyg'unligidir. Avvalo, uning dizayniga qarang. Ichi silver deb atalgan muzdek yaltiroq rangi quyosh nurida shunchaki o'ynab turgandek, go'yo o'zi bilan faxrlanayotgandek ko'rinadi. Old tomondagi yirik, o'tkir burchakli panjara markazda yaltirab turgan Hyundai Elantra Avante logosi bilan unga shunchaki ko'chadagi mashina demasangiz kerak. Faralari esa yulduzdek porlab, sizga keling, men bilan birga uchamiz, degandek ishora beradi. Yon tomonlari esa aerodinamik shakl bilan chizilgan. Past osilgan kuzov esa unga haqiqiy sport kayfiyatini beradi. Hatto yerdan juda past bo'lgani uchun, ehtimol 1-2 marta past yo'laklarda "oy" deb yuborarsiz, lekin ishonch bilan aytaman, bu mashinaning stilini bunga arziydi. Orqa tomondan esa sizni 2 dona to'g'ri burchakli chiqindi trubalari kutib oladi. Ular shunchaki dekor emas, ular Avantening sport ruhini bildiradi. Orqa chiroqlar esa zamonaviy LED texnologiyada yasalgan bo'lib, tun qorong'usida chiroqdan ko'ra bir san'at asaridek yaltiraydi. Endi ichkariga o'tamiz va bu yerda sizni haqiqiy texnologik jannat kutmoqda. Haydovchi o'rindigiga o'tirgan zahoti o'zingizni kelajakdagi avtomobil filmlarining qahramonidek his qilasiz. Keng raqamli displey, zamonaviy boshqaruv paneli, yumshoq charm o'rindiqlar, sovutuvchi tizim va albatta men zamon bilanman deb hayqirayotgan interfeys, bularning barchasi Elantra Avanteni o'z sinfining eng ilg'orlaridan biriga aylantiradi. Uning dvigateli kuchli, lekin shovqinsiz ishlaydi. Yo'lning har bir burilishida o'zini oson tutadi. Hatto siz rulni biroz qattiq ushlasangiz ham u sizni eshitadi. Xuddi "xotirjam bo'ling, men buni hal qilaman" degandek. Tezlanishda esa, bu mashina sizni o'zingizni unuttiradi. Bir zumda dan 100 km/soatgacha chiqib, sizga adrenalinning haqiqiy mazasini beradi. Yon oynalardagi silliq havo oqimlari, pastdan o'tuvchi shaffof chiziqlar va yoritilgan logotiplar uni nafaqat chiroyli, balki futuristik qiladi. Ayniqsa, ichi silver rangli kuzov yorug'likda go'yo suyuq metallga o'xshab jilolanadi. U shunchalik tiniq va toza ko'rinadiki, siz o'zingizni unda ko'rasiz. Biroz hazil bilan aytganda, bu mashinani yuvish uchun suv emas, oynak tozalovchi reklama kerak bo'ladi. Salonda esa har bir narsa siz uchun o'ylangan. Qo'l ostidagi tugmalar qulay joylashgan. Ovoz tizimi esa shunchalik tiniqki, sevimli qoshigingizni eshitayotganda o'zingizni konsertda his qilasiz. Bu mashina bilan uzoq safar qilish, dam olishga teng. Siz rulda, u esa sizni hayotingizning eng sokin, eng barqaror yo'liga yetaklaydi. Avante nafaqat ko'zni, balki qalbni ham o'ziga tortadi. U sizga shunchaki haydash emas, bal. Salom aziz avtomobil ishqibozlari, bugun sizlar bilan yana bir marotaba avtomobil olamining eng zamonaviy, eng chiroyli va eng aqlli yo'lboshchisi haqida gaplashamiz. Tayyor bo'ling, chunki bugun sahnada porlayotgan yulduz. 2025 yilgi Hyundai Elantra Avante. Bu mashina shunchaki avtomobil emas, bu zamonaviylikning, nafislikning va texnologiyaning mukammal uyg'unligidir. Avvalo, uning dizayniga qarang. Ichi silver deb atalgan muzdek yaltiroq rangi quyosh nurida shunchaki o'ynab turgandek, go'yo o'zi bilan faxrlanayotgandek ko'rinadi. Old tomondagi yirik, o'tkir burchakli panjara markazda yaltirab turgan Hyundai Elantra Avante logosi bilan unga shunchaki ko'chadagi mashina demasangiz kerak. Faralari esa yulduzdek porlab, sizga keling, men bilan birga uchamiz, degandek ishora beradi. Yon tomonlari esa aerodinamik shakl bilan chizilgan. Past osilgan kuzov esa unga haqiqiy sport kayfiyat